Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz ko'radigan muxlislar, mana bugun kunlardan ham juma, 2026-yili 20-mart kuni. Hammalaringizga bu juma ayyomingiz ham muborak bo'lsin va o'zbekistonlik do'stlarimizga birinchi Ramazon hayit kuni bilan ham chin ko'ngildan tabriklayman. Aziz birodarlar, inshaalloh hammalarimizni o'qigan namozlarimiz, tutgan ro'zalarimiz va qilgan ihsonotlarimizni Alloh taolo dargohida qabul qilsin. Aziz do'stlar, inshaalloh bu bayramni ham eson-omon, sog' salomatlikda o'tkazish hammalarimizga nasib etsin. Aziz ko'radigan muxlislar, bu ikkala davlat do'stligi ham doimo abadiy bo'lsin. Afg'oniston va O'zbekistonda doimo tinchlik va xotirjamlik hukm sursin va inshaalloh bu ikkala davlat do'stligi ham abadiy bo'lsin. Hammalaringizdan tashakkur do'stlar. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, repost qilib, shu videoni boshqa do'stlarga ham tarqatib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.